Menga o'xshab bosh yog'larga, yog'i soch yog'lilarga 27 ming so'mga davo topdim. Videoni oxirigacha ko'ramiz, obzor qilib beraman. Tabiatan sochim ham tanam ham juda ham yog'li. Cherizdan yusam ham ba'zan boshimda yog' turgandek bo'ladi. Keyin bo'lsa ham professionallardan sochni haftada bir marta yoki 2 marta skrablab peeling qilish kerak deb eshitdim va bu yog'li sochlarning yog'ini ancha kamroq chiqishiga va boshingizni tez-tez yuvmasligingizga yordam berar ekan. Keyin bo'lsa mana shu ekstraktni topdim. Uni tarkibida qora zira urug'i hamda lime va neroli degan zo'r narsalar bor ekan. Qarasam juda ham tabiiy va o'tsiflari ham yaxshi. Shartta oldimda surishni boshladim. Surayotganingizda har bitta tolalari ildizlarga massaj qilib surasiz. Yaxshilab ishqalab massaj qilganingizdan keyin taxminan 10-15 daqiqa o'tib uni yuvib tashlaysiz. Yuvdim, mana endi ko'rinishlarni ko'ramiz. Nazarimda oddiy shampundan ko'ra ancha toza qilgandek bo'ldi. Buni mana boshimning ildizlari oqarib ketgandan ham ko'rsangiz bo'ladi. Menga sochni bir haftada bir marta peeling qilish yoqdi. O'zimdan qidirganingizda peeling для кожи головы deb qidirasiz. Narxi 27 990 so'm. Xo'sh, nima deysizlar? Arziydimi?